Jannatning purqinimi puriyolmaydigan ayollarning sufati. Furqon da'vat markazi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: ikki turlik jahannam ahli bor. Men ularni tex ko'rmadim. Birinchisi yanida kalning quyruqidek tom qamchi bo'lgan. Shu qamchisi bilan insonlarni urganlar. Ikkinchisi kiyim kiyolganiga qaramasdan yalang'och ko'rinadigan. Allohga itoat qilishdan ezib, boshqa ayollarni o'zlariga o'xshash bo'lishga zo'rlagan va boshlarini tugining agri lo'kisiga o'xshash yo'g'intib olgan ayollardir. Mana mushundoq ayollar jannatga kira olmaydi. Hatto uning purqinimi puriy olmaydi. Holbuki jannatning xushpurqi mundoq. Ya'ni to'limu yiroq joylargacha yetib turdi. Muslim 3971 nomerli hadis. Yaxshilar bog'chisi 1634 nomerli hadis. Faqih İbn Usaymin rahimulloh hadisdagi yanada kalning quyruqidek tom qamchi bo'lgan, shu qamchisi bilan insonlarni urganlar degan jumlani mundaq sharhlagan. Ya'ni kishilarni nohaq urgan askar, soqchi va davlat xodimlaridir. İbn Usaymin yaxshilar bog'chisi sharhisi 5-jild 298-bet. İmam Navaviy rahimulloh bu hadis to'g'risida mundaq degan. Hadisdagi kasiyatun ariyatun kalimasi to'g'risida mundaq deyilgan. Alloh taolaning ne'matlariga erishgan, ammo shukrdan uzoq ayollardir. Badanning bir qismini o'rab, bir qismini go'zalligini ko'rsatish uchun echib olgan ayollardir. Badanning, ya'ni badandagi qaysi bir a'zosining rangi ko'rinib qolgudek darajada nepiz kiyingan ayollardir. Hadisdagi mailatun kalimasining ko'rsatdig'ini Allah Taalaga itoat qilishdan yuz o'rib, saqlashi, yushirish kerak bo'lgan yerlarni saqlamagan, yushirmagan ayollardir. Hadisdagi mumilatun, ya'ni qilgan yomon ishlarni boshqa ayollarga o'tadigan ayollar demakdir. Bu ikki ifodaning badan a'zolarini, zinnatlarini ko'rsatib mengib yuradigan ayollar ekanligi bayon qilingan. Yana bu ikki ifodaning chochlarini poyish ayollardek paxpaytib, budir chiqirib, pason chiqirib tarab olgan va boshqa ayollarni chechini bu shaklda tarab, yasab qo'ygan ayollar degan ma'noda ekanligi bayon qilingan. Hadisdagi beshi tugining agar luksiga o'xshash qilib olgan kalimasining ma'nosi yog'liq, raxt partisi degandek narsalarni chechiga o'rash, ustiga yog'liq chegish bilan beshni yug'antib olgan ayollarni ko'rsatadi. İbn Usaymin yaxshilar bog'chisi sharhisi 5-jild 297-bet. Faqih İbn Usaymin rahimulloh bu hadis to'g'riliq mundaq degan. Kiyim kiyib olgan taqdirdami yalang'och hisoblangan ayollar haqida turli sharhlar mavjud. Jahannamning purqinimi puriy olmaydigan bundaq ayollar moddiy jihatda kiyim kiyib olgan bo'lsa-mu, ma'naviy jihatdan yalang'och, taqvodan uzoq ayollardir. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda A'rof surasining 26-oyatida taqvolik libosi texim yaxshidir degan. Buningga binoan bu hadis butkul fosiq va gunohkor ayollarni o'z ichiga oladi. Taqvodan yiroq ayollar to'liq hijoblanib olgan taqdirdami bu hadisning doirasiga kirib ketadi. Chunki uning kiyinishdagi maqsadi ko'rinishdagi kiyinish bo'lsa-mu, u taqvodan uzoqdir. Taqvodan uzoq bo'lgan kishi yalang'ochdir. Kiyim kiygani bilan yalang'och ayollar ifodasi to'g'riliq mundaq deyilgan. Ustida kiyimlar bor, kiyim kiygan. Biroq kiyimlari talab qilingani bo'yicha badanning ham yerini o'rab turmagan ayollardir. Bu holat bir bo'lsa kiygan kiyimining tor bo'lib badan shaklini ko'rsatib berishi bilan yoki kiyimining nepiz bo'lib badanni yoki bilkini, pochiqini ko'rsatib turishi bilan yoki qisqa bo'lib badanning ba'zi yerlarining uchiq qilishi bilan o'tirg'i chiqadi. Bu xildagi kiyim kiygan ayollarning hammasi kiyim kiyib olgan yalang'och ayollardan hisoblanadi. Hadisdagi mumilatun kalimasi haqida mundaq deyilgan. Bular to'liq hijoblanmasdan yarim yalang'och kiyinish, xushpuroq buyumlarni surish qatorliq vositalar bilan boshqalarni ozdirib fitnaga tushirgan ayollardir. Hadisdagi mailatun kalimasi aqdin va adab hayodan uzoqlashib ozgan ayollardir. Bundaq ayollarni ko'chalarda lo'ppanshib badanni etib erlardek kuchlik dasab mangan holatda ko'rsan. Hatto ba'zi erlar u ayollardek taqildab dasab mangolmaydi. Yana ba'zi qiz ayollar borki,
yanidagi do'st yoralari bilan kulishidi va fitnaga sabab bo'lgudek darajada ovozni yuqori ko'tardi. Shundaqla do'kondorning yaniga kelib, uning bilan savdo setiqqa kirishib ketadi. Do'kondorlar bilan qo'shilib kuladi. Hatto do'kondorning yordam qilish uchun uningga qo'lini uzatadi va boshqa fitnalar, sharmandachiliklar. Hech shubhi yo'qki, bularning qaysi biri bilan mashg'ul bo'lgan ayollar hadisdagi haqdan ozgan ayollar turiga tava. Beshini tugining agar luksdek qilib olgan ayollar degandiki, tuga, ya'ni al-buxt tuglarning bir turidir. Bundaq tuglarning o'ngga yoki so'lga yetib oladigan uzun luksi bor. Bundaq ayollarmi chechini so'lga yoki o'ngga qiyshaytib pason chiqardi. Yoki beshini tugining luksdek yo'g'antib ko'ptirib oladi. Ba'zi olimlar mundaq degan. Bundaq ayollar erlar beshiga salla o'rib olgandek beshiga raxt parchalarini o'raydi. Buning bilan jalbkor ko'rinish uchun uning ustiga yog'liq chigidi-da beshi tugining luksdek cho'ng ko'rinadi. Qandaq bo'lmasin, bu xildagi ayollar beshini zinatlab har xil usulda go'zallashtirdi. Mana bundaq ayollar jannatga kirolmaydi, hatto uning xushpurqini puriy olmaydi. Chunki bular haq yo'ldan ozgan. To'liq hijoblanmasdan badanning ba'zi joylarini, hatto ko'p qismini echib olish sababli yalang'ochdir. Beshida fitnaga sabab bo'lgan har turli go'zallashtiruvchi zinnatlar bor. Bunda xotinlar jannatdan uzoq bo'lish bilan tahdid qilingan. Bu hadis bulardek kiyinishning cho'ng gunohlar jumlasidan ekanligini ko'rsatadi. Fazilatli sheyx Muhammad Solih ibn Usaymin rahimahullohning Yaxshilar bog'chisi sharhisi 5-jild 299 va 300-batlar. Mujtahidlar blogidan elindi.